Bugün günümüzde hemmimiz aldıraş, yaş balalar mektep bilen aldıraş, tapşırıklardan aldıraş, çoğunlarımız olsa ticaret bilen aldıraş. Ama muşu aldıraşlıkның ahırda bu aldıraşlıkның toxtadigan bir iş var. U bolsa-mu ma dünyadaki kichik narsalarni cho'nkirib olamiz. Dunyodagi fani narsalarga hayotimizning hammasini birimiz, vaqtimizning hammasini birimiz. Nima uchun? Ma dünyodagi biror davlatninki, biror zolimning kuchlanib ketganiga qarab, qimmat qarashimizni o'zgartirib, umidsizlanishimiz yomon cho'ng tuzkorlik. Müslümanlar aciz buluşu mümkün, mezlumlar aciz buluşu mümkün ama Allah ekber. Hemmedim büyük. Assalamu alaykum, hammalar hoş geldinglar. Havanın isib ketishi va ba'zi bir darslarniki tayyorligi sababli suhbatimizni bir muddat to'xtatib turgan Allohning rahmati va fazli bilan qaytadan boshlagan bo'ldik. Inshaalloh bundan keyin izchil shaklda davom qiladi. Qavmlarda bo'lgandek biz har haftada bir yil bo'lib qoldi. Ma'lum bir temani tutib so'zlab kelayotgandik. Kimning esida bor, qaysi temalarni asos qilib kelayotgandik? Ihson esida bormi? Nima haqida so'zlayotgandik? Biz eng oxirgi qatim to'xtalgan yoki ilgirki darslarda nima haqida to'xtalgan esida bormi? Nəhayət güzel ha. Biz Allah'ınki 99 isimler hakkında to'xtalayotgandik. Biz nima uchun Allohning 99 ismi sifatlarini o'rganamiz? Biz Allohni haqiqiy shaklda tunugan vaqtimizda, haqiqiy ravishda tunugan vaqtimizda Allohning buyruqlari bizga hargiz egri kelmaydi. Allohning cheklamalariga yenish bizga hargiz egri kelmaydi. Bizning Allohga bo'lgan tunishimiz tuvallab ketganligi tufayli Allohning buyruqlari bizga egri kelib qoladi. Yahudiylar ezib ketgan. Nima sababni ezib ketgan? Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilib, "Va ma qadarulloha haqqa qadrih" deydi. Yahudiylar Allohni layoqida tunumidi deydi. Layoq tunumganligi uchun Allohning yo'lini ezib ketgan. Masalan, bizni tunumaydigan bir adam bir ishga bursa, mangmaymiz uningga. Ammo biz tunuydigan va yoki biz cho'ng biladigan, hurmatlaydigan bir odam ishga bursa-chu, qo'shilib mangamiz. Texmi cho'ng biladigan bir odam ishga bursa-chu, sharaf bilan mangamiz. Dal bizning Allohga bo'lgan turishimiz tuvallab ketgan bo'lg'achqa Allohning buyruqlari bizga egri keladi. Xulos qilgan vaqtimizda Allohning buyruqlarini ijro qilib, chekilgan ishlarni yenib, haqiqiy bir musulmon bo'lish uchun Allohni tunishimiz shart. Biz Allohni tunugan vaqtimizda biz Allohni yaxshi ko'rib qolamiz. Biz Allohni haqiqiy yaxshi ko'rgan vaqtimizda biz ibodat degandan huzur olamiz. Demak, Allohni tunish mehr muhabbatning, Allohni yaxshi ko'rishning asosi. Allohni yaxshi ko'rish amal ibodatning asosi. Shunga va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim degan bu oyatni olimlar nima deb tafsir qiladi? Meni tunish uchun yaratdim deb tafsir qiladi. Biz Allohni tunigan vaqtimizda undan keyin biz haqiqiy ravishda huzur bilan ibodat qila olamiz. Biz shuning uchun Allohninki go'zal ismlari darslarini qilayotganlar bir yildan oshdi. Biz shu bo'yicha davom qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu so'rinimizdan o'zimiz ko'zlagan shaklda bir iymoniy quvvat og'ili bizni nisb qilsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degandek bu so'rinimizni farishtalar qo'rishgan. Mesela hozir ko'zimiz ko'rmaydi-ku. Biz moddiy dunyoda yashaymiz, lekin mush so'rinimizda farishtalar qo'rishaqliq. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bizge bundan haber bergen. Şundaqla Allah'ın rahmeti yığıqlıq. Hammamiz bu yerda başqa bir maqsad yığılmadık. Faqat imanimizni kuchlantirdi. Xuddi sahobalarga o'xshash hayya bina nu'minu sa'a. Qilinglar bir az iymonli shaylar degan maqsadda bu yerga yig'ildik. Shu sababdan Alloh subhanahu va taoladan xuddi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam degandek farishtalar qo'rishgan, Allohning rahmati, mag'firati yaqqan bir so'rin qilib berishni so'raymiz. Albatta, bugungi kunimizda hammamiz aldirash, yosh balalar maktab bilan aldirash, tapshiriqlarni aldirash, cho'nglarimiz o'z tijorat bilan aldirash. Ammo mushu aldirashlikning oxirida bu aldirashlikni to'xtadigan bir ish bor. U bo'lsa-mu, yana bir yo'q o'tadigan bir bekitimiz bor. Biz uni o'lim deb ataymiz. Ashaga borgan vaqtimizda bütün aldirashliklar to'xtaydi. Biz endi mushu bekatga berib bo'lguncha mohiyatdagi vazifamizni bir unutib qolmaslik, g'aflatga tushmaslik uchun shunday iymonimizni yangilashga ehtiyojimiz bor. Bizning emas, sahobalarning vatdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam innel imana la yaxlaqu fi jawfi ahadikum kema yaxlaqu thawb deydi. İman sizlarning qalbingizda xuddi kiyim ko'nirganga o'xshash ko'niraydi deydi. Kiyim ko'nirsa qanday qilamiz? Uni yuvib yangilaymiz. Ham imonimiz ko'nirsa shu, mana shunda Allohning kitoblarini o'zaro muzokara qilish, Allohning mahluqotlari ustida tafakkur qilish orqali biz iymonimizni yangilaymiz, iymonimizni kuchlantirishga tirishimiz va shundaqla o'lguchi bir iymonimizni saq salomat olib ketishga tirishimiz. Chunki ma hayotda iymonimizni ko'nirtiradigan, bizga abadiy, haqiqiy o'zimizning yurtib olgan, oxiratni unuttiradigan zibuzlar köp. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizne gafletga tushmagan, o'zininki yashash g'oyasini unutmagan, oxirat hayotini unutmagan kishilarning qatoridan qilsin va shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala iymonimizni yangilab qo'ysin. Unda bo'lsa, bizning bugun o'qiydigan Allohning go'zal ismlari bo'lsa, Al-Kabir, Al-Mutakabbir, Al-Azim. Al-Kabir degan mutlaq büyük Allah degan gap. Al-Mutakabbir mutlaq ulug' Allah, Al-Azim mutlaq büyük Allah. Bu üç isim ayrım Allah'ın ismi sübtede kelgan Qur'on-i Kerimda, lekin hammasining ma'nosi birisi-birisiga yaqin, birisi-birisini kuchlantiradi. Shuning uchun bu ismni bugun uchulisini birlikda o'qiymiz. Biz Allohni bu ism orqali nihoyat buyuk dedik.
Va shundaqla biz har qatim azan to'lg'an vaqtimizda Allohu akbarni aytib ko'p deymiz. Takbir qilgan vaqtimizda Allohu akbar deymiz. Namoz o'qigan vaqtimizda Allohu akbar deb boshlaymiz. Namozdagi eng ko'p zikr Allohu akbar. Va shundaqla zikr tasbihlar ichidagi eng ulug' zikrlarning qatoridan Allohu akbar. Doim Alloh taolo bizga eslatadiki, ey bandalarim, Allohu akbar. Eng büyük olan Allah. Kichik narsalarni büyük deb tunib olmanglar. Qimmat qarashinglarni dunyodagi ba'zi narsalarga qarab, uni cho'ng deb tunib olmanglar deb eskartish uchun namozimizdagi eng ko'p zikrni Allohu akbar qilgan. Takbirdimi Allohu akbar. Alloh buyuk degan bu ko'p takrorlangan. Azandimi Allohu akbar ko'p takrorlangan. Chunki biz shunday bir maxluqki, ma dunyodagi kichik narsalarni cho'ng kirib olamiz. Dunyodagi fani narsalarga hayotimizning hammasini beramiz, vaqtimizning hammasini beramiz. Nima uchun? Cho'ng bilganligimiz uchun. Alloh taolo bizga eslatib, shunga Allohu akbar degan bu zikrni namozlarimizga takror bizga singdirib o'tgan. Bugungi kunimizga qarab boqadigan bo'lsakmi, masalan, bizning masalamizda nurg'unlagan, hatto ba'zi o'zlarini musulmon deydigan davlat raislari bo'lsin, islom davlatlari bo'lsin, nima uchun bizlar haqida oshkor bir qo'llash ilib borolmadi? Nima uchun Xitoy qarshi to'xta deymadi? Xitoyni cho'ng deb bilgan uchun. Allohu akbar deganligi uchun. Va shundaqla o'zlarini musulmon deydigan nurg'unlagan kishilar hozirgi Isroil G'azza masalasida Isroillarni ayblanmadi va yoki G'azzaga taqa gunohni otib turdi. Nima uchun? Ular Isroil akbar deganligi uchun. Allohu akbar deganligi uchun. Da ko'zimizdan qarasak, moddiy taraqqiy jihatda Xitoy kuchlik, Isroil kuchlik, Uyg'urlar ojiz, G'azza musulmonlari ojiz. Ammo Allohu akbar. Musulmonlar ojiz bo'lishi mumkin, mazlumlar ojiz bo'lishi mumkin, ammo Alloh akbar. Hammadan büyük. Allah'ın El-Kebir ismini okusak, haqiqiy tunib okusak, bizning qimmat qarashimiz o'zgaraydi. Bizning dunyoga bo'lgan tunishimiz o'zgaraydi, bahoyimiz o'zgaraydi. Yana desam shu, nihoyat ko'p mushu jihatda, ya'ni bir narsani cho'ng bo'lish jihatda xatolashib ketgan bo'lg'achqa, bu bizga takror zikr sifatida ibodat qilingan bu. Allohu akbar. Bizning dunyodagi bahoyimiz ya uningki dunyodagi o'rniga, ya mansibiga, ya shuhratiga, ya mol dunyosi qarab uni cho'ng ya kichik deymiz endi. Ammo Allohning qatidagi o'lcham u emas. Allohning qatidagi o'lcham kim? Shu Allohu akbar, eng buyuk bo'lgan Allohning yo'lida mangan bo'lsa, shu Abdu akbar. Akbar bo'lgan Allohning eng hurmatli bandisi. Masalan deylik, cho'ng odamdan birisi kichik odamdan birisini buzaq qildi nahaq. Ko'pincha qanday qilamiz? Kichik odamga nasihat qilib, cho'ng bilan tang olmang deymiz. Nimishqa u cho'ng deymiz. Mush yerda biz Allohu akbar deyanmagan bo'lamiz. Mishqa ma cho'ng olsa lekin Allohu akbar. Alloh eng buyuk. Kimning haqiqat bo'lsa, u ojiz bo'lsa, haqiqat taraf kim taraf turishimiz kerak? Haqiqat bo'lgan taraf turishimiz kerak. Chunki haqiqatning egisi akbar bo'lgan, kabir bo'lgan Allah. Endi biz Allohning eng cho'ng, eng ulug', eng buyuk dedik. Allohning buyuk ekanligini qanday bilamiz? Allohning el-kabir yoki akbar ekanligini qanday his qilamiz? Biz buni amaliy his qilgan vaqtimizda, uningdan keyin Allohu akbarning haqiqiy ma'nosi bilan deyalaymiz va shundaqla qalbimizda Allohning buyukligini qalbimizga o'rnata olamiz. Biz odatda ma dunyo hayotida bir odamni tunmoqchi bo'lsak va yoki unga ma'lum bir sifatni bermoqchi bo'lsak, nimaga asosan beramiz? Ikki narsaga asosan beramiz. Birisi uning salohiyatiga, mayli diplom bo'lsin va yoki kishilar bergan salohiyatlar bo'lsin. Mayli boy desak pulus qarab beramiz. Va yoki saxovatchi desak, uning ko'p xayr saxovat qilganligiga asosan uni xayr saxovatchi deymiz. Ya'ni uning sifatiga asosan. Va shundaqla qilgan sharikatiga asosan undan keyin uni biz tunaymiz va shu sifatni beramiz. Endi biz Allohni Qur'on hadisda kelgan sifat orqali tunaymiz va shundaqla Allohning qilgan ishlari qarab Allah'ın şu sıfatını tunaymiz. Mesela Allah'ın el-Kebir, el-Mutekebbir, el-Azim. Büyük degan bu sıfatını nereden tunaymiz desek, biz bayatdan onun Qur'onda kelganligi, hadisda kelganligi qarab buni tundik. Endi buni amaliy his qilish kelgan vaqtimizda Allohning qilgan ishlari qarasak, Allohning ne qadar büyük ish ekanligini ko'ra olamiz. Vaholanki biz tafakkur qilmaydigan, tafakkur qilishga urinlik qiladigan insonlar bo'lg'achqa, tayyoga amroq bu vaqt o'ylanmaymiz Allohning kabir ekanligini, akbar ekanligini unutib qilib, batil bo'lsa-mu kichik narsalarni cho'ng kirib olamiz. Alloh taolo bizni Qur'on Karimda eskartib, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum." Ulama osmon qarab boqmamdi deydi. Cho'ng bir binoni saqlab qarab, "Ma davlat rasmiy taraqqiy, noji cho'ngkan ma davlat." yoki cho'ng bir ishg'olga qarab, "Ma bek cho'ngkan" deymiz. Alloh taolo nima deydi? "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum." Ma paloni cho'ngkan, paloni davlat cho'ngkan, paloni cho'ngkan deganlar, ustidagi osmon qarab boqmamdi. "Kayfa banaynaha?" Biz uni qanday bino qildik? Qarab boqlar, hozir bilimizga osmon tafakkur qilib boqalar. Hashamatlik burjlarni, cho'ng binolarni salsak, deymiz. Ama osmon qanday bino bo'lgandi? Osmonning cheki nerede? Türki nerede? Yer shari bu havoda qanday aylab turadigandu? Va zayyannaha. Va biz u osmonni qanday zinnatlaganligimizga qarab boqmamdi, tafakkur qilib boqmamdi. U osmondagi yulduzlar nima? Uning cho'ngligi qanchalik? Bu haqda o'ylab boqmamdi. Osmonga, koinotga qarab tafakkur qilib boqsa, uning bir hech nuqson, hech bir kamchilik yo'qligini his qila oladi. Agar shunday qarab boqsa, tafakkur qilib boqsa deydi. Endi biz Allohningki bu buyruqqa asosan qarab boqalimi? Biz hozir nerede? Suhbat zalida shunday. Biraz kvadrat kilda 200 odam yoki 150 odam sig'adi. Bu suhbat zal nerede? Kamal Paşa'da. Kamal Paşa nerede? Safakoy'da. Safakoy nerede? Küçükçekmece'de. Küçükçekmece hali cho'ng bu yerda. 871 ming nüfus var Küçükçekmece'de. Hali cho'ng. Küçükçekmece nerede? İstanbul'da.
İstanbul xili cho'ng. Nurg'un kishilar havas qiladigan yer. 15-20 million inson yashaydi. İstanbul nerede? Turkiyada. Turkiya nerede? Bitkisi Avrupa qismida, ko'p qismi Osiyo qismida. Endi bu Turkiya nerede? Yer sharida. Biz hayatımızda nurg'un yolg'onlarni, nurg'un xato ishlarni ma hayotdagi ma Turkiyaning hammasi uchun emas, İstanbulning hammasi uchun emas, ma Küçükçekmece'ning hammasi uchun emas, Kamal Paşa'dagi kichik bir uy uchun yoki kichik bir mashina uchun yoki kichik bir hayotlik uchun aytamiz yolg'onlarni. Allohning buyrug'ini ana shunday kichik manfaatlar uchun satamiz. Vaholanki Alloh taolo hammasining egasi edi, lekin taqa tugmada yer shari qarasak biz cho'ng bo'lgan butun davlatlar bor. Amerika bor, Isroiliya bor, boshqalar cho'ng bo'lgan Xitoylar bor masalan. Nurg'un davlatlar mana biz cho'ng bo'lgan, biz havas qilgan, ana shu hozirgi sistemaga biz havas qilib ketayotgan, cho'ng kirayotgan butun davlatlar, zolimlarning hammasi ma yer sharida. Bu yer shari qanchalik? Yer sharining aylanmasi ko'pincha bilamiz 40 ming kilometr atrofida. Soatiga 9 kilometr uchadigan ay bilan aylansak 40 soat atrofida aylanib bo'lamiz. 2022 yil eng tez uchadigan New Yorkni uchib 31 soatda uchdi masalan. Demak bir aylanmasi ay bilan bo'lsa 40 soatda aylanib bo'lamiz. Endi bu yer shari, mana shunday cho'ng yer shari, butun zolimlar, birisi-birisiga zulm qilayotgan, bizga izlayotgan Xitoylar bo'lgan, İsrail'e bo'lgan mush yer shari nerede? Quyosh sistemasida. Quyosh sistemasini ko'pinchalar bilasizlar, masalan maktabda o'qilib. Resimlarni ko'rayliksizlar. Quyoshning atrofidagi shu 8 planetni o'z ichiga olgan bir guruhini ko'rsatadi. Masalan quyosh bor atrofida planetlar aylanib turadigan mushu sistema, mushu guruhga quyosh sistemasi deb ataladi. Endi bizning ma cho'ng bilgan yer sharimiz yoki cho'ng bilgan davlatlarning hammasi o'z ichiga yer shari shu quyosh sistemasidagi 8 planetning ichidagi bir planeta. Eng cho'ng emas, eng kichik emas, o'ttir hali. Biz bayatda yer sharining aylanmasida 40 ming kilometr dedik masalan. Eng cho'ng va buning ichidagi Yupiter deydigan. Yer sharidan 10 necha hissa cho'ng. Masalan hammamiz biladigan deylik, masalan quyosh deymiz. Hammamiz yo'qlikda ko'ryapmiz shunday. Quyosh yer sharidan 109 hassa cho'ng. Buni texnik oddiylashtirib tushunirsak, quyoshning ichiga ma yer sharini agar sig'dirsak, ichiga chingdab 1 million 300 ming dona yer shari quyoshning ichiga sig'adi. Bir quyoshning ichiga. Bayda quyoshning atrofida 8 dona planet aylanadi. Mushu planetlar quyoshning atrofida aylangan planetlarni biz quyosh sistemasi deymiz. Endi bu yer sharining cho'ngligi va yoki boshqa planetlarning cho'ngligini bilish uchun biz quyosh bilan yer sharining orasidagi masofaga bir qarab boqaylik. Quyosh bilan yer sharining orasidagi masofa qanchalik? 150 million kilometr. Alloh taolo mana mushu yer sharininki, Yupiterninki, Saturnninki, Merkuriyninki, quyoshninki hammasiningki Robbi. Ma yer shari quyosh bilan bo'lgan oraliqi boshqa planetlarga qaragan vaqtda eng yaqini emas, o'ttir hali. Mushu o'ttir halining quyosh bilan bo'lgan masofasi 150 milyon kilometr. Bu 150 milyon kilometr degan qanchalik? Bu 150 milyon kilometr degan birodarlar. Agar biz shu normal uchadigan ay bilan uçsak, yer sharidan quyoshga berish uchun qancha vaqt ketadi? 19 yil vaqt ketadi. 19 yil. Hozir qo'zg'alsak, Safako'yning ay bilan men hep 35 yoshga kirdimmi? 50 yoshni oshgan vaqtimda andan keyin quyoshga berib bo'laman. Mushu koinotlar, mushu bo'shliqlarning hammasiningki Robbi Alloh. Masalan, quyosh shunda yo'qlik tashlagan vaqtda yer shariga qanchalik keladi? 8 minut 31 sekund keladi. Chunki nur degan eng tez mangadi. Nur sekundiga 300 ming kilometr yo'l bosib. 300 ming kilometr yo'l bosib, yer shariga tushgili ketgan vaqti 8 minut 31 sekund. Endi boya dedik, yer shari biz cho'ng bildik, ammo yer sharining cho'ng planetlar bor ekan. Yer sharining cho'ng yulduzlar bor ekan. Masalan, quyoshning bir yulduz. Endi yer sharini biz quyosh bilan o'ttir hal musofadagi bir planet dedik. Endi Allohning yaratgan boshqa planetlarim bor. Eng yirqini qarab baqsak qaysi? Eng yirqi Neptunga deyman. Shu Neptunninki yer shariga bo'lgan yiroqlik musofasi 4,5 milliard kilometr. Endi buni qanday hisoblaymiz? Oddiylashtirib baqsak, soatiga 9 kilometr uchadigan ay bilan shu Neptun degan planetdan quyoshga qarab uçsak 571 yilda quyoshga yetib borgan bo'ldi. Biz hozir shu Neptunni ulab qolsak, agarda uchiqni boshlasak, quyoshga borg'ili, yo'l tex endi yo'lga chiqmaylam, tex bizningki ajrimiz tugab ulab qolamiz. Chunki Neptundan borg'ili oy bilan uçsak 571 yil ketadi. Ma quyosh sistemasidagi bir planetlar haqida paranglashayotimiz tex qarindoshlar. Quyosh sistemasidagi eng yiroq planeta va o'ttir hal planeta bo'lgan yer sharininki quyosh bilan bo'lgan musofasini paranglashayotimiz. Mushu planetlar ichidagi eng cho'ngini biz Yupiter dedik. Endi quyoshning cho'ngligini hammadan cho'ng dedik. Quyosh sistemasidagi yulduz bu. Yer sharining qancha sig'idiki ichiga 1 million 300 ming yer shari sig'idi. Endi quyosh eng cho'ng yulduzmi, ma galaktikalardagi? Yo'q. Quyoshdan cho'ng galaktika bor. Hozir bayqalgan tex olimlar bayqagan eng cho'ng yulduz UY Scuti deydigan mushu yulduz. Bu yulduzning cho'ngligini qanday tushuntirmaysiz desanglar, mushu yulduzning ichiga agar biz quyoshni sig'dirsak 5 milliard dona quyosh sig'idi ekan. Quyoshning ichiga qancha dona yer shari sig'idi? 1 million 300 ming. Endi Allohning oyatini bir o'qib baqalma. Qur'on Karimdagi inna robbakumulloh, ey insonlar, sizlarning Robbinglar, sizlarning vaqtingni belgili, o'zingizning hayotini belgili, pulingni belgili, bexillik qilgan sizlarning Robbinglar, allazi xalaqas samavat, osmonlarni yaratgan, val ard, ma yer sharini yaratgan,
Osmonlar deganga biz baytini sanagan Jupiter, Saturn, bütün planetlar kiradi. Quyosh kiradi. Fi sittati ayyam 6 kunda yaratgan. Summa istava alal arsh. Ondan o'zi arshiga o'ziga loyiq shaklda o'rin olgan. Yughshil laylan nahar. Kunduzni kechiga yaptirgan, ya'ni bir-birini qo'g'lashib, ya'ni davomli shaklda vashamsa ana shu ichiga 1,300,000 dona yer shari sig'adigan quyoshni Allah yaratgan. Val qamara oynimi Allah yaratgan. Oy nerede? Oymi? Ana shu quyosh sistemasida. Ammo cho'ng planetlarning qatorida emas. Oy faqat yer sharining bir hamrohi u. Quyosh sistemasida biz 8 dan cho'ng planet sandiq-ku. Shuning atrofida hamrohlardan deganda planetlardan 200 dona planet bor. Shuning ichidan da oy birisi wan nujuma yulduzlarni yaratgan. Yulduz degan nima desa, shu quyoshning bir yulduz. Nur chiqaradigan butkul shu jismlar avoqatnimadagi yulduz. Biz quyoshning ana shunday cho'ngligini ko'rib hayron qilib edik. Quyoshdan 5 milliard dona sig'adigan cho'ng yulduz bor ekan. Shu yulduzlarni wan nujuma Allah sizlarning Robbinglar yaratgan deydi. Sizlarga buyruq egri qilayotgan. Sizlar Allah anda debdi, bunda deb deyotgan, sizlar Robbinglar shularni sizlarning Robbinglar yaratgan. Musahharatun bi amri. Shularning hammasi Allohga bo'ysungan. Ala diqqat deydi Alloh taolo eskartadi bizga. Diqqat lahul xalq val amr. Yaratish. Ana shularni hammasini yaratish Allohning. Endi yaratish Allohning bo'lgan ekan. Val amru hukm buyruqmi Allohninki. Allohning zaminda yashab, Allohning quyoshning yorug'ligidan foydalanib turib, o'zimchaqlab yashayman deydigan ish yo'q. Yaratish Allohning, buyruq Allohning. Tabarakallohu robbul alamin. Alloh, ya'ni olamlarning Robbi bo'lgan Alloh nima degan katta deydi. Diqqat qilsanglar, sura Fatihada Alloh taolani zaminning Robbi deb sifatlamaydi. Nima deydi? Olamlarning Robbi deydi. Biz olamlar kelmadik ekan. Biz hozir nima keldik? Quyosh sistemasiga keldik-ku biz. Yo'g'inab quyosh sistemasiga keldik. Yer shari nima deydi? Quyosh sistemasi deydi. Endi quyosh sistemasi nada? Quyosh sistemasi Saman yo'li deydigan bir galaktikada. Saman yo'li degan qanday sizlar rasmni ko'rayliksizlar. Xuddi qaynamga o'xshash yulduzliq bir tumanliq belvoq. Saman yo'li sistemasida, shu quyosh sistemasiga o'xshash, ya'ni quyosh va uning atrofida 8 dona planetlar bor. Shunga o'xshash sistemalarning qanchasi bordi? Taxminan 60 milyard dona sistem bor ekan. Planetlik sistemlar. Koinot kamida qataqa. Hozir yana bizning nada? Galaktikada Saman yo'lida taqa. Saman yo'lini biz Turkiyaga o'xshatsak, yer shari Saman yo'lida xuddi hozir suhbatlarimiz o'xshaydi. Turkiyaga nisbatan suhbatlarimiz qanchalik ko'nglim bo'lmaydi. Shunday. Saman yo'liga nisbatan yer shari ana shunday kichik. Endi Saman yo'li sistemasida o'ylab boqinglar. Quyosh sistemiga o'xshash 60 milyard dona planetlik sistem bor ekan. Endi Quyosh sistemasida biz Saman yo'lida dedik. U bir galaktika. Saman yo'li sistemasi nada? Koinotda. Endi koinotda mush Saman yo'li sistemasiga o'xshash galaktikalardan qanchasi bor? Taxmin qilib boqinglar. Koinotda hozir bayqalg'ini Saman yo'li sistemasiga o'xshash galaktikalardan 100 milliarddan 200 milliard qadar Saman yo'li sistemasiga o'xshash galaktika bor ekan. Biz hozir 100 milliard yer sharidamiz-ku. Yer sharini o'z ichiga olgan quyosh sistemasini o'z ichiga olgan Saman yo'li sistemasiga o'xshash galaktikalardan koinotda 100 milliarddan 200 milliard qadar bor ekan. Şu olimlar hozir yulduzlarning sonini yer sharidagi qum donasining sonidan ko'p deydi. Taklamakan çölünü əslanglar. Səhra-i Kebil çölünü əslanglar. Bütün yer şəhərdəki çöllər, bütün yer şəhərdəki qum danəsinin yulduzun sani köp. Allah Teala ne dedi? Senin Rabbinla xalaqan nujum. Aşu yulduzların hamısı senin Rabbinla yaratgan. Endi namazda nima üçün Allahu Ekber deydiganimizni esqadanlama. Azan tekbirlerimizde nima üçün Allahu Ekber deganlarimizni esqadanlama. Endi Allahu Ekber vaqtimizda xiyal Allahu Ekber emas. Allahu Ekber dedikmi? Ana shu bütün koinotdagi 1 milliarddan taqa bayqalg'ini 1 milliarddan 200 milliard qiydigan mush galaktikalarning va shundaqlar shu galaktikalar ichidagi taqa bir galaktika bo'lgan Saman yo'li sistemasidagi quyosh sistemasining ichidagi o'ttirhal bo'lgan yer sharining yer şəhərinin içindəki dəxi o'ttirhal bo'lgan bir Turkiyaning içindəki İstanbulning içindəki Küçükçekmece'nin içindəki Sapakö'nün içindəki Kamal Paşa'nın içindəki Uyg'urlar Allah'ның kabirligini, Allah'ның büyüklüğünü asla ve asla unutmayın. Biz bunun qaragan vaqtimizda o'zimizning ne kadar haddidan oshqanligini ko'ralaymiz. Endi koinotning cho'ngligi qanchalikdir? Koinotningki u cheti bu chetiga hozir qadar borolmag'lik hech kim. Ammo ko'rinma yuzi ko'ralaydigan boralgan yerining cho'ngligi 93 milliard yo'riqlik yili. Kilometr emas, yo'riqlik yili. Yo'riqlik yil degan qanda? Yo'riqlikninki 93 milyard yılda basadigan musofasi. Yo'riqlik yilda emas, 1 sekund qanchalik musofa basdi? Kimning esida bor? 300 ming kilometr. 1 sekundda. 1 minutda hisoblashni hozir kalamiz egri keldi. 1 soatcho, 1 kuncho, 1 yilcho. Endi koinotninki diametri 93 milyar degan gap. 93 milyar yo'riqlik yili, ya'ni 93 yo'riqlik yili emas, 93 milyard yo'riqlik yili. Endi man aql lal bo'ladi. Tehe çetege baralalgımı baranmaqlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi: "Ve inna lemusi'un." Biz kainatni to'xtamay kengaytib turamiz dedi Allah Teala. Ölçüyelge yiremavu. Buni texama adilashtirib baqsaq, koinatninki machetidan machetiga soatiga 1000 kilometrdan uchidan ayıplarni ussaq 112
quadrillion yil ketadi ekan. Quadrillion degan 113 ning keyiniga 15larni qo'ysanglar bo'ladi. Ma hammasi emas. Hozir o'lchalgani ko'rinmaymiz. Biz mana shundaq buyuk koinotning kengaytayotgan koinotning Robbining bandalari biz. Alhamdulillahi robbil alamin degan vaqtda buni eslashimiz kerak. Olamlarning, ya'ni koinotning Robbi bo'lgan Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh taolo doim Qur'on Karimda o'zining bizga yaxshilik qilganligini aytadi. Endi biz o'zimizning hajmiga qarab baqaylik, Alloh taolaning nazarida yoki Alloh taolo yaratgan mavjudotlar ichida biz qanchalik ekan? Yo'qning hisobida. Shunga biz ko'p hollarda afsus o'zimizningki haddini bilanmaylik. Allohu akbar. Haqiqiy buyuk bo'lgani Alloh. Endi biz Allohning bu al-kabir, eng büyük, el-azim, eng ulug', el-mutakabbir, eng katta bo'lgan bu ismini bir az his qildikmi? His qildik. Endi biz his qilgan bo'lsak, Alloh taolo ana shundaq koinotning Robbi ekan. Qur'on Karimda ana shundaq koinotni yaratganligini xabar beribdi. Biz nima ish qilishimiz kerak bunga qarab? Birinchi qilganimiz aslo musulmon izlangu tushkun bo'lmaslik kerak. Nimishqa? Chunki biz ana shunda ilohninki bandalariga ana shundaq Allohga ishongan kishilarga bizga qanchalik zulm bo'lib ketsin, qanchalik ojiz bo'lib ketadi, qanchalik kofirlar tushunib ketsin, ma yer sharida tushunadi ma kofirlar. Nuqcha ko'rinadigan osmondan qarasa, ma yer sharida tushunadi. Va bizning Robbimiz yer sharining, quyoshning, butun yulduzlarning, koinotning, quyosh sistemasining, samanyol sistemasining Robbil alamin. Olamlarning Robbi o. Demak, endi kofirlar tushunib ketgan qarab, umidsizlanishga bizga urin bormikan? Ajoyib cho'ng kufrlik, ajoyib cho'ng tuzkorlik ma. El-kabir Allah ana shundoq buyuk tursa, endi dunyodagi biror davlatninki, biror zolimning kuchlanib ketgan qarab, qimmat qarashimizni o'zgartirib, umidsizlanishimiz yomon cho'ng tuzkorlik bu. Allohning el-kabir ismini bilmaganligimiz bu. Alloh taolo bizni bu tuzkorlikdan saqlasin. Qarab baqinglar, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunda bir hadisi bor. Allohning nazarida ma yer shari pashining qanatiga teng bo'lsa-te, kofirlarga bir yutum suv bermaydi deydi Alloh taolo. Zodi pashining qanachalik kilim ekan ma yer shari Allohning nazarida aslo ekan. Allohning yaratgan mavjudotlari, Allohningki qashidagi narsalarga shu vaqtda ma yer shari Allohning nazarida pashining qanatiga teng kelmaydi. Biz butun hayotimizni berayotgan, Allohning amrlarini chaynayotgan ma dunyo ana shundoq kichik aslida. Biz cho'ng bilayotgan umidsizlikning kofirlar ana shundoq kichik aslida. Shunga bu ismni oldigan bizning birinchi darsimiz qalbimizga umid, ishonch to'ldirishimiz kerak. Chunki bizning Robbimiz Allohu akbar, buyuk, butun koinotning Robbi o. Ikkinchisi kamtarlik, o'zimizning haddini bilish. O'ylab baqaylik, Alloh ana shundoq olamlarning Robbi. Biz bir insonga Alloh taolo ko'ngil bilyotdi. Alloh taolo bir insonga rizq beryotdi va shu bir insonga Alloh taolo ma butun koinotni xizmat qildiryotdi. Quyosh kim uchun? Biz uchun. Ana shu yulduzlar kim uchun? Biz uchun. Havo kim uchun? Biz uchun. Shu kichkina bir insonga Alloh taolo mushunda koinotni xizmat qildiryotdi. Onda bo'lsa biz haddimizni bilishimiz kerak. Buni tushungan vaqtimizda kofirni do'zaxga tashlashninki haqliq ish ekanligini ko'ramiz. Ana shundoq buyuk Alloh, buyuk narsalarni yaratib, senda kichik bir maxluqqa xizmat qildirsa, yana Allohning buyruqlarini chaylasan, Alloh bormi yo'q desang, endi sen do'zaxga kirmay ne kirsan? Shunga aslo bizning cho'nglik qilish haddimiz yo'q. Butun cho'nglik loyiq bo'lgan, butun cho'nglik oyat bo'lgan kimkan? El-mutakabbir Allah. Cho'nglik sahibi Allah. Cho'nglik loyiq bo'lgan, uning ustida hech bir cho'nglik bo'lmagan zot Allah. Uchinchisi bo'lsa tavakkul. Biz Allohga tavakkul qildik degan gap ana shundoq biz bayatni kallamizga xiyol qilib, yer sharining emas, ana shundoq ichiga 5 milliard dona quyosh sig'adigan yulduzlarni yaratgan Robbiga tavakkul qildik. Ana shundoq buyuk Robbimizga ishlarimizni topshirdik degan gap. Albatta biz qildiganni qilib bo'lib, ammo biz qildiganni qilmay turib Allohga tavakkul qildik deb qo'ysak yana xato qilishimiz. Biz qildiganni qildikmi? Endi shu buyuk bo'lgan Allohga tavakkul qilsak, hech ensirmasligimiz lozim. Chunki Alloh ana shundoq el-kabir, mutlaq buyuklik sohibi. Alloh ana shundoq buyukkan, ana shundoq butun koinotni biz uchun xizmat qilib beradi ekan. Endi Alloh taolo bizni haqiqatan yaxshi ko'radi ekan. Va laqad karramna bani Adam. Men seni eng ulug' qildim deydi Alloh taolo. Voy Alloh taolo bizning kichikligimiz qaramay, ana shundoq buyuk mavjudotlarni yaratib, shularni bizga xizmat qildirib turib, va laqad karramna bani Adam va faddalnahum dedi. Bizlarni ustun qildik har qanday maxluq Allohdan dedi. Ana shundoq biz ustun qilgan bo'lsa, biz aziz insonlik ekan, Alloh bizni tanlagan insonlik ekan, tanlagan jonliqlik ekan, Alloh taolo bizni yaxshi ko'radi ekan-da. Ma'qil umidga to'lishimiz kerak. Endi ana shundoq Alloh taolo bizga buyuk koinotlarni xizmat qildirsa, ana shundoq bizga in'omlarni bersa, tuzkorlik qilsak, kufrlik qilsak, umidsizlik qilsak, endi mushunda ish ketguday, zolimlik kuchlanib ketguday deb Allohga hurmatsizlik qilsak, Allohning buyukligidan iborat bu sifatiga zid holda o'ylasak, ish harakat qilsak, Allohning azobi bizga nihoyat haq bo'lgan bo'ladi. Shunga Allohning kabir bo'lgan ismiga tayinib turib, bir tarafdan umid qilishimiz kerak Allohning rahmatini, Allohning fazlini, yana bir tarafdan agar biz o'zimizga tushgan mas'uliyatni ado qilmasak, biz tushungan cho'ng degan sifatmi kichik gap qoladigan, ammo buyuk bo'lgan, cheksiz buyuk bo'lgan Allohning g'azabiga uchrab ketishdan ansishimiz kerak. Undan boshqa eng oxirida biz Allohning ismining El-Kabir ismida yana tafakkur qilsak, yana o'ylansak, bizning ma hayotga bo'lgan qarashimiz o'zgaradi. Ma hayot Alloh yaratgan mavjudotlar ichida baytin ko'rdik. Nihoyat kichikkan. Buni shu koinot ustidan qarasak, ko'rib baqsanglar buning videosi bor. Bu bir bug'doychilik ekan. Unda bo'lsa Alloh taolo doim bizni nima uchun oxirat uchun oldiranglar, oxiratga tirishinglar, nima uchun oxiratga qiziqtiradi ekan? Insonlar ma dunyodagi manda kichik narsalar qo'shilib o'tadi.
Haqiqiy hayot oxiratda. Ma ishladimi qarasak, Allohning bizga tayyorligini, bizga va'da qilganining naqadar buyuk ekanligini ko'ramiz. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisining biri, Allohdan kelgan bir vahiy. "Va man yantiqu anil hawa." Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Ma dunyo Allohning nazarida qoshining qanatiga to'g'ri kelmaydi" deydi. Unda bo'lsa, Alloh taolo bizga va'da qilgan oxirat, bizni qiziqtirgan oxirat, u biz tasavvur qilasiz. Unda bo'lgan ekan, biz al-kabir Allohning bizga tayyorlagan oxirat uchun manga yo'limizni, nishonimizni to'g'rilasak, undan keyin biz Allohning al-kabir ismidan haqiqiy bir ma'no olgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni haqiqiy sifatda Abdul Kabir bo'g'il nisb qilsin, Abdul Mutakabbir bo'g'il nisb qilsin, Abdul Azim bo'g'il nisb qilsin. Ya'ni qalbida u dunyodagi moddiy narsalarni emas, qalbida u dunyodagi zolimlarni emas, qalbida hozirgi bu mustamlika zolim sistemlarni emas, Allohning cho'ng biladigan, shundaqla Allohning qashidagi buyuk mukofotlarga qiziqadigan haqiqiy Abdul Kabirlardan qilsin Alloh subhanahu va taolo bizni. Bizni ma dunyoga oldinib Allohning qashidagi u buyuk ne'matlardan mahrum qiladigan bu xil shakldagi baxtsiz, shaqiy insonlardan bo'lib qolishni Alloh subhanahu va taolo hammamizni saqlasin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.